tibbiy turizm ikki qismdan iborat. Ya'ni tibbiy turizm eksporti va importi. Bizda import ham o'ziga yarasha salmonlik nimaga ega, ulushga ega. Eksport ham o'ziga yarasha ulush. Eksport deganda biz sizni yoki sizga o'xshagan klinikalarning xizmatini chet ellikka sotishadi. Asosan SNGga sotyapsiz. Amerikaga ham sotinglar, marhamat. Imkoniyat bor, sharoit bor. Kelyapti, men stomatologik yo'nalishda men bilaman. Amerikadan kelyapti, Yevropadan uchib kelyapti. Buning uchun o'sha ular xohlaydigan talablarni bajarib qo'yishimiz kerak. Birinchi navbatda endi umumiy fikrimizni jamlab olsak, birinchi navbatda mutaxassisni yo'nalishi bo'yicha malakasi ilg'or davlatlariga sootветствовать qilishi birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda u nafaqat mutaxassis, balki kerak bo'lsa yuridik savodxonligi, moliyaviy savodxonligi bo'lish kerakligi muhim va zarurligi ko'rinib qolyapti. Agar biz ilg'or davlatlar orasida o'zimizni reytingimizga ega bo'lmoqchi bo'lsak. Va uchinchi holat bemorlar bilan bo'layotgan deontologiya. Endi to'g'ri buni tan olishimiz kerak. Masalan, Rossiya davlatlarida munosabat, doktorga bo'lgan munosabat aholining o'rtasida butunlay boshqacha, Turkiyada butunlay boshqacha, Yevropada butunlay boshqacha, Amerikada butunlay boshqacha. Va mana shu narsani aholidan ham so'rab qolardimki, mana shu tibbiy madaniyatni sekin-sekin rivojlanish